Got it. Tamam. Share screen. Share screen. Biz bu yerde. Assalamu alaykum savoqdaşlar. Bugungi darsimizni boshlaymiz. Amalni bilganlaridek oldingi darsni rekord qilmagan ekanmiz. Shu vaqtim 5 minut vaqtini ilib tez takrorlab o'tay. Ondan keyin darsimizni boshlab ketamiz. Darsimiz shu. Mana uchirtaylar. Bakalım tüzümümüzün avartımızı. Mana bu adli bir C++ programı ko'ryapsizlar. O'sha run qilamiz desak, mana tövbende neticesini ko'ralaymiz. Hello world deb. Ama ko'ryapsizlar, bu yerda std deb bir narsa bor. Biz bundan qutulmoqchi bo'lsak, qanday qildik? O'sha yerga mana yozib qo'ydik. Using nima edi? Namespace standard. Qaranglar. Menga yozib qo'ysam kodimiz, programmamiz texnik oddiy bo'ladi. Masalan, yana bir run qilib boqaylik. Yana ishlayapti. Qaranglar, mana yana chiqyapti. Shunami? Undan so'ng mana o'chirtaylik. Endi o'chirsak-chi, qaranglar, yana ishlaydi. Mana. Demak, mushu qur bizningki mana ishlarimizni nihoyat tez oddiylashtirayotgan bo'ldi. Xo'p, undan keyin biz yana bir narsa o'rgangan edik. Masalan, men yana bir narsa yozgan bo'lsak, cout deb o'qiymiz. Hello world deb yozamiz, deymiz. Merhaba o'quvchilar, merhaba o'quvchilar deb yozaylik. Qarang, bu yerda ko'rsak, yomon qiziqarli bir narsa ko'rsizlar. Nima ko'rdik? Ikki bir qurg'i chiqib qoldi. Hello world, merhaba o'quvchilar. Biz buni bu yerda qarasa ikki qurda, shunami? Bu ikki qurni qanday ochamiz buni? Buni ikki xil usuli bor. Birinchi usuli miyaga va tirnoqning ichiga qarang, nima yozamiz? Slash deymiz. Qaranglar, mana yalpiz siziqni yozib, yana nima yozib qo'yamiz. Buning maqsadi nima? Miya bunday qilsanglar, nima bo'ldi bo'lsanglar, new line degan gap. New line degan gap, yangi qur degan gap. Buning maqsadi shu. Keyingi qurda agar ekranga yozilgan narsa bo'lsa, yangi bir qurga yozilsin degan gap bo'ladi. Masalan, qilib boqaylik. Hop, qaranglar, mana yangi qurga chiqqan bo'ldi. Men yana bir yozib boqaylik. Qaranglar, ko'chiraylik mana vaqtimiz az bo'lganligi uchun. Mana qilaylik. Endi deylar bu yerda merhaba, yaxshimi sizlar deb yozib boqaylik. Qaranglar, yaxshimi sizlar deb yozaylik. Yana ham qilib boqaylik. Ben qisqa qaranglar, maj qo'shilib oldi. Yaxshimisizlar? Kimga qo'shilib oldi? 8-chi qurol qo'shilib oldi. Buni o'zgarishni ikki usuli bor. Yoki qaranglar slash and qilsak bo'ladi. Masalan, qilib boqaylik. Slash and qaranglar, yana men bo'ladi. Ama biz ba'zan vaqtda mana ishlatamiz. Qaranglar, nima qilamiz? Miyaga qaranglar, mas'ulni ostiga qaranglar, mas'ul yana bir qitim chiqib qilaydi. Chiqib qilib and line qilaydi. End line qilaydi. İnşallah doğru yazdım ha. End line degan ran. Qo'y, chiqmadi bu. Merhaba, cout. End line deya bo'ldim. Unutib qolma. Bir kun ko'paytirib xatolab qoldi bu. End line, end line. End line bo'lishi kerak. End line. Hadi. Bu bir xil to'g'ri chiqishi kerak. Ha, xato yozdim. Qiyoq yozdim bolalar buni. Buni tüpüge yazattım kanalı, tüpüge yazattım. Mana yazattım kanalı. Ne yazattım bunu? Ctrl kat. Miye yazsam, mana tiyitler Türk kişinin kurgu çıkarttı. Bu niye gap? Endline desem, maqur tüyü diyen gap. Kiyingi kur, baş yer bir çıkı diyen gap. Kanalı run kılaylı. Mana, kanalı çıkan oldu. Demek netice ne o? And slash n bilen endline ikisi okşaşma. İkisinden kat yazsanlar kompütür kömeydi bunu. Mesela neyimiz? Slash n bilen qaranglar, eski ko'z qo'ya, qaranglar, nima ekan? Bilen nima ekan? End line o'xshash deymiz. Qanday ko'rdinglarmi? Ikkisi o'xshash. Ammo bir farqi, ma slash n ni yozamiz, ma tirnoqni ichiga qo'shib yozamiz. Ammo end line ni yozamiz, ma sizni aqsga qo'shib yozamiz. Shu farq shu. Mesela yan bir yozib o'taylik. Andan keyin yangi darsimizni boshlaylik. Men slash n qilaylik, chunki siziq bo'lganligi uchun, boshlanib bo'lmaganligi uchun. Yana bir hisoblaylik. Qaranglar, cout deylik, hesapla. Hesapla bu string bo'ladi. Mesela tekst bo'lganda, o'sha qo'sh tirnoqni ichiga olamiz. Sizlar buni ekran cho'roq bo'lsa yaxshi ko'rsizlar.
Mesela makatın nime deyli? Hesapla deyli. Nide bir hesapla qaralım. Bana bir ekranda çıktı begen nerse. Şuna ama netice begen nerse. Bununla yan bir çıktı bir eyli. Çıktı şu tırnakını işlettim. O ne buldu? Benimki keyboard'um özgürüp gitti. Aslında bu Türkçe bir şey. Yes. Ne qilamiz qaranglar mana. Yana bir qitim qo'shaylik. Qaranglar masalan 23 qo'shiman 5 deydi. Endi qaranglar bu natija tugaydi. Hamma ham sirnaq. Qaranglar tirnaq bo'lishi kerak. Mana. Hesapla ayrım bir tekst, ma bir natija. Ana nima hisoplash tugab bo'ldi, shunaqmi? Unda biz bir nima qilay? End line deb qo'yamiz. end line desam, qaranglar mana, yana to'rt qurib chiqdi. O'tgan hafta tushundigan edik. C++da har qur cho'qim nuqta virgul bo'lishi kerak. Ha, ondan keyin C++ mana yozib solgan bo'ladi. Programma ishlayveradi. Yana yozib qo'ydi, masalan, out. Yozib qo'ydi. Tamam deydi. Tugide deydi. Tugide deydi. Men nima bo'lish kerak? Nuqta virgul bo'lish kerak. Hamda run qilib boqaylik. Qaranglar. Voy, burmachi chiqib ko'ramiz. Qaranglar mana. Hello world. Ayrim bir qurda. Merhaba o'quvchilar. Yangi bir qur. Yaxshimisizlar? Mana qaranglar, hisoblash 28 tugidi. Mana biz o'tgan hafta asosiyatdan biz mushlarni ko'rgan edik. Endi bugun nima ish qilamiz desak, bugun sizlarga azroq shart narsani o'rgatamiz. Shart qo'shim deymiz. Masalan, biz oldingi hafta hisobladik. Shuni ma'ni o'rgangan bo'ldik. Qaranglar, bu nima? Toplash. Control copy. Biz mana deymiz, topladik. Qo'shish. Masalan, uyg'urcha qo'shish deymiz. Qo'shish. Hesapla. Deyli qo'shish. Mana deyli. Qaranglar mana qo'shish deyli. Qo'shish deyli. Anandaki shuni biz 4 tane ishlatdik. Buni ko'rib olinglar, chunki bunning ikkinchi ishimiz chiqadi. Mana ikkinchisini deydilar, ilish deydi. Qaranglar, ilish deydi. 23 dan 5 olaman. Ana mana deydi, ko'paytish deydi. Köpeyç, oy, köpeyç deyli. Köpeyç mi asarak yazaylı. Kaç yazaylı? İki köpeytmen 6. Ama kompüterde mana neresi yok. Köpeyçni qanday ifadelaydik? Yıldız bilen. Yaxshi, rahmat. Mana yıldız qo'yamiz. Yıldız qo'ysak köpeytish bo'ladi. Andan keyin qana qo'shish köpeytish ma'va bir sabab bo'lish. Bölüşni qilish uchun mushkultoq slash, değil mi? Mana. Değil mi? Şu qaranglar mana slash. Mana o'zgartib qo'yib qo'shish. Voy, mana o'zgartmabdimi? Mana minusni qanday qilsak elish mana. Mana o'zgartib qo'yay. Mana elish. Mana elish bo'ldi. Mana ko'paytish. Mana nima deymiz desamlar, buni bo'lish. Bölüş. Hatta bana meyge sanalım, bana iz koysanalım buldu. İşten işe koşuyor bana. Çıkçım, mışın işten tırnak işe koyganın hem nemenin buldu sanlar, bu kompüter bunu körmeyiz. Şeylerde, text demişler, metin bunlar türevirdi. Mesela meyge... Böyle bunu hazır kılışımız gerek mi? Ha? Bunu hazır kılışımız gerek mi? Ya çok bir şart emesler, ya düşünsünde ben koyuyordu mu? Mesela bu geplerni sizlarga yaxshi tushundirish bo'lsin deb ko'paytishni mana yildizni ifodaymiz. Ma bo'lishni nima qilamiz? Mana slash qo'ysanglar, mana kirib boqaylar, qaranglar. Run deb boqaylar. Mana qaranglar, mana qo'shishni nima qilib ekanmiz? Mana plus. Ilishni-chi minus. Ko'paytishni star yildiz, bo'lishni pipe /4 mana qilib ekanmiz. Va yana qo'shib boqaylar. Oxirgi qitim bir qitim ishlataylar, to'xtatamiz, mana. Cout deyli. Ana nima deymiz? Arlaş deylik. Arlaş deyimiz. Arlaş hesaplaş deylik. Kanal bu düşen düşme ama. Bu musun bulavırda? Meclis bakayla. Kanal koşa bakayla. 2 koşumen 3 alımen 1 köpeytmen 4 andın bölümen 2 desek kaç bir burunluk kalmışlar? Elbette sizlar başta köpaytish bo'lishda burun ishlaydi, shunami? Bundagi natijalarimiz ekranga chiqadi. Qarang, mana biz qo'shib yoza olasizlar. Qalsam men tirnaq qo'ysanglar bo'ldi. Masalan, tirnaq qo'ysak ham bo'ladi. Bundan ahvol nima bo'ladi? Başta ikkilar 3ni qanday qilamiz? Toplaymiz.
Ondan keyin mana ko'paytirish boshlaymiz. -1 4 ko'paytiramiz, undagi 2 bo'lamiz, undagi natijasini beradi. Mana hammasini qilsak bo'laveradi. Mana qilsak, qaranglar mana. Hisoblash dedi. Azroq yana eshib qo'ydi. Keyinroq natijasi chiqsin. Mana. Qarasak qancha chiqdi? Mana. Natija olarak 3 bo'libdi. Bo'ldi. Biz bu yerda matematik hisoblashni tugatgan bo'ldik. Endi biz silishtirishni ko'rib boqaylik. Silishtirishni qanday qilamiz? Bu ko'raylik. Azaqni cout. Bizning darsimiz anlat kimisi mushasilda cout silishtirish. Silishtirish yoki biz nima deymiz? Ba'zan vaqtda buni shart deymiz. Shart. Mana qarang, mayda boshqa son yo'q. Shunga nima yozib qo'yay? /n texmo tez bo'ladi. Masalan, buning uchun nima qilamiz? Endi yana nima qilamiz? Data type deymiz. Bu bunda qilaylik sizlarga. Atibini ustiga ko'rsatay, qaranglar. Silishtirish ishoratlari. Qaranglar mana. Cout yozib qo'yay. Qaranglar, silishtirish ishoratlari deyli. Masalan, silishtirish ishoratlaridan qaysi bor? Desak, qarang kichik. Qaranglar kichik yoki tam. Endi cho'ng. Cho'ng yoki tam. Tammi emasmi? Bu tam emas deymiz. Qaranglar, shularning hammasi bizniki odatda silishtirish ishoratlarimiz. Masalan, da boqaylik, qarasaqlar mana ishlat ko'maymiz, faqat tushunamiz. Qaranglar mana silishtirish ishoratini mushlar ekan. Qaranglar, bu kichik, kichik tam, cho'ng, cho'ng tam, tam emas. Buni qanday ishlatamiz? Mana silishtirib boqaylik, qanday sinab. Cout sinab boqaylik. Buni silishtirish ishoratlarini sinab boqaylik. Qaranglar, kopyalay, vaqtni tejash uchun ishoratlarini sinaylik. Qaranglar, bu yer text sizlarga uchun berilgan. Qanday qilib boqaylik. Mana qaranglar. Savol shu, qaranglar, cout deymiz. Deymiz 2 kichikmi qanchadan 4 dan deb boqaylik. Evet, natija nima chiqadi ko'rib boqaylik. End line. Qanday deb boqaylik, nima ko'radi? Neydi bu? Ay. Cout. Endline'ni xato yozibsiz. Endni xato yozib qolibsiz. Maşallah. Endi to'g'ri bo'ldimi? Yana biz boqaylik. End line. Endi bo'ldi. Yana Endi bo'ldi. bo'ldi mana. End line. Qaranglar, buni maslan tirnaq qilib boqaylik. Qaranglar, bu yer 1 chiqib qo'ydi. Endi C++da qaranglar. Bu nima degan gap? Men nima chiqma tirnaqni qo'shmasam qanday olib qoldi desanglar, C++da ma ayrim bir operatori bor. Ma ikkisini birlik aralashtirib qo'yapti. Shuni men ikkisini tirnaqqa ilib oldim. Tirnaqqa ilib olsam qanday bo'ldi? Boshqa tirnaqning ichindagi burni ishlatadi. Undan keyin bizga natijasini beradi. Qaranglar, ramda boqay, nima ko'rdim? Qaranglar, 1 ko'ryapman. Agar men o'zgartib boqay, 2 4 cho'ngda boqaylik. Endi nima ko'ramiz? Qancha? 0. Demak, kompyuter C++niki boshqalarning C va C++ning boshqalarga o'xshamaydigan yeri shu. Agar mana shu ishoratni ishlatgan vaqtinglarda agar natija to'g'ri bo'lsa, rost bo'lsa, kim beradi? 1 yoki 0 dan cho'ng birsan beradi. Agar xato bo'lsa, nima beradi? 0 dan kichik birsan beradi. Masalan, nima bo'ldi? Qaranglar, bir komment boqaylik, qaranglar. Deb boqaylik. 2 bo'lsa, nima deymiz? Bo'lsa 4 dan kichik. Kichik dedik. Qani kichik desak, mana qaranglar mana. Nima ko'ramiz bu yerda? Rost. Men mana unutib qoldik. Mana. Qaranglar mana, nima ko'rdik? To'g'ri, 1 kichik dedik. Kichik natija dedik. Natija yozib qo'ydik. Mana natija desak, qaranglar mana. Kim chiqdi? 1 chiqdi. Ya'ni buni o'zgartib boqaylik, qaranglar.
Bu biz çıkışıltımız şu neticelerde. Mesela bakaylı. 2 bolsa 4'ten çoğ da bakaylı. Çoğ dese qanday yazımız? Mana mayanga qaratimiz ağzını. Yani bu nima badi? 0 badi. Demek bu netice hata ekan. Yana qilib bakaylı. Qaranglar. Det yana silishtirib bakaylı. Deymiz 2 bolsa 4'ten çoğ yoki deymiz yoki teng deylik. 2 bolsa 4'ten çoğ yoki teng deb bakaylı. Qani qilsak nima bo'ldi? Yana xato. Chunki 2 4 ga teng emas. 2 4 ga cho'ng emas. Yana bir silishtiraylik. Andan keyin darsimizni to'xtatamiz. Qarang, deymiz 2 qaranglar. Qaranglar deylik 2 bo'lsa 2 dan cho'ng yoki teng. Natija nima bo'ladi? 0 mi 1 mi? Bir bo'ldi. Albatta. Qana qarab boqaylik. Voy barakalloh. Qaranglar mana. 2 dan cho'ng emas. Ammo na 2 ga teng. Bu sababdan bu to'g'ri bo'ldi. Yana mana bir o'zgartirib boqaylik. Qaranglar. Qaranglar deymiz 2 dan kichik deylik. Qaranglar 2 bo'lsa 2 dan kichik. Kichik yoki Kichik yoki teng. Natija nima chiqadi? 1. Qani qaraylik. Aferin. Barakalloh. Yana chiqmishqa 2 dan kichik emas. Ammo nima? Teng. Shunga bu natijamiz yana to'g'ri chiqqan bo'ldi. Yana birisini o'taylik. Qaranglar, shu eng qiziqarli ham shu. Biz bu sizlar bak chiqishlar buni Androidda. Evet, mana yana birisini boqaylik. Nima deylik? 2 ga tengmi? Qani 2 bo'lsa 2 ga teng deylik. 1 chiqamdi, 0 chiqamdi. 1 chiqadi. Albatta 1 chiqish kerak. Chunki 2 ga teng. Qaranglar mana. Shundami? Yaxshi. Yana birisini qilib boqaylik. Evet. Mana nima deymiz? Agar 2 ga 2 teng emas deb boqaylik. Am 0 chiqamdi, 1 chiqamdi. 0 chiqadi. Endi 0 chiqish kerak. Chunki 2 ga teng edi u. Qaranglar mana. Evet, mana. Demek biz mana matematikada computer science'da mana mush ishlarni ishlatamiz. Kichik yoki teng. Cho'ng yoki teng. Teng yoki teng emas. Mana shunda qanday ishlatamiz? O'ng tarafga 1 san, so'l tarafga 1 san bilan ishlatamiz. Endi navbat nima keldi? O'zgargichlar. O'zgargichlar bilan sinab boqaylik. Buni sinab qilaylik. O'zgargichlar. Qaranglar mana. O'zgargichlar. İngiliz nima deymiz buni? Variables deymiz. Mana. 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 Qanday mana boqaylik. O'zgargichlar deylik. Mana sinab boqaylik. Qanday o'zgargichlarni qanday sinaymiz? Mana men strong bo'lganligi uchun tez yozay deb endi yozdim. Qanday o'xshaydi? Qalsam endline yazsam bo'laveradi. Endi biz buni qilaylik. Qanday qilamiz? O'zgaruvchi deganga nima yozamiz? A, B, C, D, Ahmad, Mahmad, Samat yozamiz. Shunami? Yozib boqaylik. Eniga ishigimni beraylik. Ammo xususlar C++ qanday qiladiq? Cho'qim qurlarga xat yozadiq. Nuqta virgul. Xo'p. Anadagi M deydi. Qancha? Bununla 5 yazaylik. Hop. Bununla kim deyli? N, M, K deyli. Nimiş qilay? N qo'shiman M deb yazay. Endi bunda qilsam N qancha bo'lishi kerak? Ko'rdinglar 15 değil mi? Shunaqmi? Undan bo'lsa natija shuni ko'rishim kerak. Qaranglar, shunda boqaylik. Men ko'chiray zamondan paylash uchun. Deyli, ana o'zgargichlar natija deyli natija. Mana qanday qilaman? Miya chiqarib mana keniz qo'ysam mana natija berish kerak. Qaranglar. Hozir bir muncha xato ko'ramiz, ha? Qaranglar, xatoni ko'ramiz. Diqqat qilinglar, biz xato beradi, buni ko'rishimiz kerak. Qaranglar. Nima deydi? N was not declared in the scope. Deydi? N bu yerda tunutulmabdi deydi. Va in bag'u bu yerda mana.
Ama C++ Muallim bir şeyler int kılışımız gerek. Qanday? Evet, shundoq. Agar C++da har qanday o'sha harfga san yozmoqchi bo'lsanglar, nima ish qilamiz? Ne sanini cho'qim ifodalashimiz kerak. Ya'ni shu programma tunutishimiz kerak. Biz bu nima deymiz? Data yoki Uyg'urchada deymiz san yoki san tipi deymiz. Unda bo'lsa, men bir komment qilib deylik. Endi san tipini qanday ifodalaymiz? Desanglar mana integer to'liqsan eng jiq shakldan birisi shu. Undan keyin float nuqtaliq san. Double bularni ishlatamiz. Unga karakteri ham bor. Andan keyin boolean. Shuna bir tiplarimiz bor. Qanday? Ama biz hozir mana endi ishlataylik qarang. Agar siz shuni sanni ishlatmoqchi bo'lsangiz, butun sanni oldin nima yozib qo'yamiz? Integer. Qarang mana save qilib boqaylik. Voy, buni save qilmay, chunki men GitHub ketimen da'vat. Randa boqaylik. Endi ko'ramiz. Voy, qaranglar. Ama im ko'mayapman deydi. Endi ko'mayapman deydi. Biz share açtı. Ha, qaranglar. Unda bo'lsa mana o'zgartiraylik. Yazaylik, qanday yozamiz? Integer ham k'ni to'qnashtiraylik. Integer k. Mana nima bo'ldi? Hammasi m k. Hammasiniki integer, yani bütün san işletilgan bo'ldi. Randa boqaylik. Voy barakalloh. Qaranglar mana 15 natijasi chiqqan bo'ldi. Demak, bu yerda bir natija bor. Xulosa bor. Nima bu xulosa? Xulosamiz shuki C++da biz sonlarni ishlatmoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Cho'qim shu yerga sonlarni o'zgartiruvchini oldiga san tipini yozishimiz kerak. Masalan, bu yerga sizlar shuni hammasi ishlatgili bo'ladi. O'sha oldin ishlatgan natijalar bor-ku, o'sha yerga hammasiga Muşa bayatımız yazılan emlerni yazsak hazır hemiz işleyemedi. Mesela ben nerede tiz muşum yüzü testlerge kanallar. Mesela ben aldım, kopyaladım. Kanalım ya yapıştırır. Çaplay, see out. Sual var mı? See out ekranı yazışı için. See out diyenge. Yani ben tüyenge yazıp düşmek için ben kıp koysak oldu buna. Kanallar and line. Kısa koyalım şunu. Qaranglar, men biz bas sanmagan tuqqo. Qaranglar, mana hozir o'zgartiramiz. Shuni bu yerga qolsak nima yozalaymiz? Qaranglar, m yazsam yana ne bo'ladi? Qaranglar mana. Bu yerga mana m yana ne yazsam yana bo'ladi. Masalan, qaranglar, shu yerga m yoki yazsam yana bo'ladi. n yazsam yana bo'ladi. Kelmedi. Avazim kelmaydimi? Kilovatı Ovoz kelmedi. Mesela Kilovatı qaranglar, ikkiga qo'shilgan m desam yana bo'ladi. Qaranglar, nima desam bo'ldi? Qo'shilgan n desam yana bo'laverdi. Qaranglar, randa boqaylik. Ko'rdinglarmi? Hammasi ishlayverdi mana natijalarga qarab. Demak, nima ko'rdik? Qolgan bir songa shunda bir o'zgaruvchini bog'lagandan keyin biz shu sonni qaranglar boshqa son bilan qo'shib ishlatamiz. Men neni ishlatdim? Ishga bor. Qaranglar, silishtirish ishoratning o'ng tarafida, so'l tarafida son bo'lsin bo'ladi yoki o'zgaruvchi bo'lsin bo'ladi. Biz bu nima deymiz? İngilizce boolean operator deymiz. Uyg'urcha bo'lib boolean, yani boolean desak bo'laverdi. Bu texnik atalg'usi bo'lgani uchun biz buni atalg'u desak bo'ladi. Shu mana ko'pni buni ishlatamiz. Endi Bu torbatın ismi nima? bu torbatning ismi sizga o'sha chat boxda qo'yib qo'ydik do'stlarimiz. Mana men achimik tashab qo'ydim. Qaranglar sizlarga hozir. Evet, biray. Mana chatga. Mana. Zoom chatda men o'zgartirib ketdi shayga. Hatta xalsanım men yozib qo'yaman mana. Buni satda zoomda ko'ralaysa buni zoomda ko'rindi. Mana bu yerdan qaranglar, mana slash bu torbat shu. Mishadan kodni yasalgan bo'ldi. Endi nima shartimiz nima keldi sanlar? Condition shart. Chunki 15 daqiqa 15 minut vaqtim bor bolalar. Shu 15 minutni tugatishim kerak. Men sizlar to'lim yaxshi ko'rib qolsizlar endi. Alamet yaxshi ko'rsizlar. Qaranglar. Qana deymiz? CO deymiz shart. Shartlarni sinayli. Tat. Endi buni pek yaxshi ko'rsizlar hammanglar. Nima deyman? Qaranglar, men yerda elim bor. In boshlama nima deydi? Agar n yaqinda yozaylik bosh bir narsa bitta yazsak qaranglar. Masalan, integer deylik. Qaranglar, int
Tecir saat değil. Saat nima bo'lsin? Qaranglar, saat necha bo'lsin? Saat hozir 8 bo'lsin. Qaranglar, integer dedik. Mana bir narsa yozaylik. Agar soat 8 bo'lsa, dars o'timiz degan xatni yozaylik. Qanday yozamiz? Buning uchun biz if ni ishlatamiz. Qaranglar mana. If degan gap Uyg'urchadagi agar degan so'z bilan o'xshash ma'nodash. Ochaylik parantezni, tirnoqni ichib, nima deymiz? Agar saat, qaranglar mana soat shu. Ko'rdinglarmi? Agar soat qanchaga teng bo'lsa, teng 8 ga bo'lsa, qaranglar, nima deymiz? Dersimiz bor deb yozaylik. Qaranglar, masalan, mana shartlar ishlatgan vaqtimizda eng yaxshi usul nima? Mana tirnoq ochaylik. Mana tirnoqni ishlab qo'shib ishlatsak bo'ldi. Nega gap? Mana if shartimiz mush tirnoqni ichi bilan munosabatli degan gap bo'ldi. Qani yozib boqaylik. Agar soat 8 bo'lsa, out nima deymiz? Dersimiz bor deylik. Qaranglar, dersimiz başlanıyor. Evet, slash endeyler yeni kurgu çıksın. Qana his bakaylı. Ay pardon, sizin kallanla aylanıp ketmese ben malın hemesini komment qilib o'tay. Chunki ekranda chetnas ko'payib ketdi. Mana qilib bassanglar, va xatlarni hammasi bizniki program ko'rmaydi. Bu multi-line comment bo'ladi. Mana men qilaydi, qaranglar. Mana. Ko'rdinglarmi? Mana yıldız slash yıldız qilsam nima bo'ldi ekan? Ashning ikkisining orasidagi hamma narsani kompyuter ko'rmaydi. Buni komment deydi, tushuntirish sizlar bizlarga. Qanday mana mishat to'qishlik hech qasini ko'rmaydi. Hozir biz faqat shu qurni kim ko'ramiz hozir. Qandayli? Qaranglar mana. Shartni sinayli dedik. Qana darsimiz boshlandi. Nima dedik? Soat 8 ga tengmi? Teng. Qaranglar, shart to'g'ri. Agar 18 desamchi. Qaranglar, 18 desam hech narsa chiqmaydi. Nimishqa? Chunki teng emas. Bu mana bizning shartimiz shu. Hamda deylar, agar teng bo'lmasa nima ish qilamiz? Unda bo'lsa nima yozamiz agar? Else ochimiz, tirnoqni ichib nima qilaylik? Unda bo'lsa nima deymiz? Agar soat 8 ga teng bo'lmasa, 18 bo'lsa, boshqa ish qilaylik. Agar soat 8 ga teng bo'lmasa, nima deymiz? Xat yozaylik. Soat 8 emas, qaranglar. Emas, o'ynaymiz. Qaranglar mana, o'ynaymiz deb yozaylik. Chunki qaranglar, soatni 18 qilib qo'ydik, shunami? Yoki 9 qilaylik, soat 9 mana. Deb boqaylik, qancha? Voy, qaranglar mana, soat 8 emas, o'ynaymiz. Ko'rdinglarmi? Bu shart mana. Agar true deymiz, agar one bir bo'lganlik bo'lsa, noldan cho'ng, agar mashqulama boolean. Bu aytimiz ishtirdik-ku mana, men ko'rdinglar, hammasi ko'rdinglar. Qaranglar mana. Mishak operat. Qolgan birini qo'ysanglar bo'ldi, ehvolinglar qarab. Mana nima bo'ldi? 8 ga teng emas ekan, darsimiz boshlayapmiz. Agar nima boqaylik? Agar soat deb boqaylik. Boshqa soat qo'yaylik, masalan 7 deb boqaylik. Qara. 7 desak nima bo'ladi? Ekranda qanday ushur ko'ramiz? Darsimiz boshlandi deymizmi yoki soat 8 emas, o'ynaymiz deymizmi? Benim saat 8'den Saat 8 emas oynaymiz. Voy mana, yaxshi, buni o'ynaymiz deb chiqdi. Unda bo'lsa, biz nima ish qilaylik unda bo'lsa, yana qilib boqaylik. Soat 7 bo'lsa, nashtlik qilamiz. Soat 8 ga teng bo'lsa, darsimiz boshlandi. Soat 9 bo'lsa, dam olamiz. Soat 10 bo'lsa, parkka boramiz deb xatis boqaylik. Qanday qilamiz? Masalan, deylik, soat unda ham bir shart yozaylik menga. Qaranglar, copy deylik, buni nima qilaylik? Qaranglar, deylik, soat 7 bo'lsa, nashta qilamiz. Qarang, soat 7 deylik. Soat 7. 7 nima qilamiz? Nashit 7 deyman. 7. Nashit, bir minut. Nashta qilamiz dedik. Soat 8 bo'lsa darsimiz boshlandi dedik. Else bo'lsa qildik. Hozir qarab boqaylik, qanday bir chiqdi ko'ramiz, ushtir ko'ramiz ekranda. Dut. Saat
7'den açtıqımız. Biz saat 8 emas oynaymiz. Olmaydı. Qarasan 2 uçur berip qo'ydi. Shunama biz bir lap uçur ko'rishimiz kerak. Saat 7 bo'lsa cho'qinlashlik qilamiz, o'ynamaymiz. Ama ne deydi? Saat 8 emas oynaymiz. Bu bo'lmaydi. 7 emas nashlik qilamiz deymiz, 8 emas oynaymiz deymiz. Bu ish tasdiqlanmadi. Unda biz buni qanday o'zgartimiz? Unda bilsa biz 3 ta shartni shu bir-biriga bog'laydi. Bular qanday bog'laymiz? Shart shu. Agar saat 7 bo'lsa o'ynaymiz. Unda bu ikkinchi shart nima? Agar 7 bo'lsa Topolmaysizlar. Agar unda biz deb qo'yaylik, soat 7 emas ekan. Yana siz deb qo'yaylik, unda soat 8 mi? O'zimiz ish qilamiz. Dersimiz başlaydı. Unda biz qanaqa else yozaylik, qaranglar. Else deb qo'yaylik. Agar 8 bo'lsa-chi, qaranglar, endi bir qarab qo'yaylik, qanday chiqdi ko'ramiz. Voy mana. Saatlarni sinaylik deb. Ayt, mana soat 7 nashta qilamiz. Qaranglar, ma chiqmadi mana. Evet, mana qaranglar, ma xat chiqmadi. Mishqa 7 to'g'ri bo'lsa, mishada to'xtaydi program. Miya kelmaydi. Unda 8 ni qilib boqaylik. Endi qanday natija chiqdi? Randa boqaylik. Voy, qaranglar, soatlarimizni dersimizni boshlandi mana. Dersimiz boshlamay o'zgartirib qo'yaychi. Soat 8 deb. Soat 8 dersimiz başlandı. Randayla kanalına saat 8 ders başlandı. Onda biz yendeyli. Saat 9 bolsa dem alımız. Qanday program yazımız? Qanday o'zgartimiz? Yemiş şart qo'shsak bo'lamdi. Agar qarang mana. Else if neyimiz? Yemiş şart açıldı. Tırnak açaylı. Agar saat Qancha? 9. Bunda ne yapıldı? Saat 9 bolsa dem alımız mana. Dem alımız. Benim emasini uçurduğuna. Emas. Endi yaxshi bo'ldimi? Qaranglar mana. Emasini uçurduğuna. Emas. Emas uchun. Saat 9. Maqa voy barakallah mana. Saat 9 dem alımız. Randa boqayli. 8 bo'lib qoldi. Chunki soatni o'zgartmadik shunama. 9 qilib boqaylik. Qana soat 9 ni berdim. Randa boqay, qana nima ko'raman? Voy, soat 9 dem olamiz. Unda biz endi bitaylik. Soat 10 bo'lsa parkka boramiz. Qanday program yozamiz? Else if. Tırnak. Bolsa nima yozaman? See out. Saat 10 boramiz. Saat 10. Parkka boramiz. Voy barakallah, mana yaxshi deb berdim mana. Semikolon. Qana yozib boqaylik, qana soatga 10 berib boqaylik. Ras 10 beranda bermamdi. Biz parkka boramizmi, bormaymizmi? Randa boqaylik. Voy, mana soat 10 parkka boramiz. Endi soat 11 bo'lsa tushlik dam olamiz. Qanday yozamiz? Danglar. See out. Dem alımız. Dem alımız. Tushlik yoki tushlik tomoq yeymiz deydi. Tushlik dem alamiz. Ondan keyin /n qilsak bo'ldi. Nokta virgül. Randa boqaylik. Voy, farqi bormiz. Ha, soat o'zgartmabdi. Qaraylik, 11 deb bitaylik. Güzel. Voy, mana soat 10 bo'ldi. Yo'q, men xatolik qilibdi. 11 bo'lish kerak. Randaylik, mana. Qaranglar. Soatimiz 11 degandim-sa. 10 dedimlar. Asli Tamam, ben anlattım. Tersde 11 qildik. Ha, Ayşegül men anlattım mana. Endi sizlarga bir savol bor. Soat 12 bo'lsa nima ish qilamiz? Qarang, men soat 12 kelsa qanday natija olamiz? Saat 12'de tushlik qilmamdi. Endi 12 kelsam qanday natija beradi ekranga? Soat 7 mi? Yo'q. 8 mi? Yo'q. 9 mi? Yo'q.
10 mu? Yok. 11 mi? Yok. O zaman qana hiç narsa bo'lmadi. Soatni sinayli natija chiqmadi. Unda bo'lsa ish qilaylik. Miya bir narsa yozib qo'yaylik. Alice. Qaranglar, 5 shart qo'shmaymiz endi. Deb qo'yaylik. Hatta mana axirman yozishdan burun istaganini bir yozay. Qarang 12 o'tdi degan bo'lmadi tushunaman. Masalan 6 yozaylik. Soat 6da qana yana rand qilib boqaylik. Nima ko'ramiz? Rand deylik. Bama yana yo'q. Unda nima deylik? Agar soat 7 mi bo'lmasa, 8 mi bo'lmasa, 9 mi bo'lmasa, 10 mi bo'lmasa, 11 mi bo'lmasa, unda bo'lsa bu soat bizning jadvalda yo'q. Unda biz yozaylik. Unda biz else deylik. Mana bu yerga shart qo'ymaymiz ham. Nima deymiz? Else deylik. Cout. Hatta bunda yazsanlar bo'ldi. Qaranglar, bu yoqda qiziq bir narsa yuz beryapti. Hozir soat, qaranglar. Eğer manda yazsanlar saat degan bu ekran yozildi. Saat mana. Saat. Hozir saat bo'ldi. Miyag mana qaranglar, mana yozaylik. Tirnoq ichiga yozaylik. Mana deylik, mana. Bo'ldi deb bu saat programda yo'q mana. Programda yo'q. Mana /n qilyaptik. N qildik. Nokta virgül chekitlik 5. Endi qanday sinab boqaylik, qarab boqaylik nima chiqadi. Qarama, hozir soat 6 bo'ldi. Bu soat programda yo'q. Hozir soat, mana bu yaqin yozib qo'yaptik. 6, mana bunday qilsak cho'ngroq chiqadi mana. Qaranglar mana. Hozir soat 6 bo'ldi. Bu soat programda yo'q. Endi masalan 12 yozib boqaylik. 12 yozsaqchi. Bo'ldi, yana programda yo'q. Hatta masalan -5 yozaylik. Menlar qilaman negativ 5. -5 yozib randa boqaylik. Qo'maysizlar. Qaranglar. Bu zaten programda yo'q. Demak, biz sizlar buni yomon ko'p ishlaysizlar Arduino'da. Yomon ko'p ishlaysizlar buni. Muallim, musobaqa bo'lamda. Qandaq? Musobaqa bo'lamda. Qayta so'rang, ovozingiz ochiq kelmayapti. Musobaqa bo'lamda. Kahot bo'lamda ustoz. Musobaqa. Musobaqa dars tugagan Mushrik Murodov Birazdan kim qilamiz? Endi sizlarga bir narsa qilgan bo'ldik. Chunki ham biz qoldi, yana 5 minut vaqtini olaman. Yana birisi bor. Biz buni logic operator deymiz. Buni Uyg'urcha deydi. Qo'sh, silish, turma deydi. Sizlarga buni deymiz, inglizcha and deydi. Buni ma'no ifodalaymiz. Sizlarga qisqa ko'rsatma, hozir sizlarga biroz ig'ir kelishi mumkin, ammo ko'rib qo'yaman chunki bu sizlarda ko'p oldindan uchraydigan biri yoki deymiz. Mana ikki dona pipelar ifodalaymiz. Yana biri man and dedik, mana or degan bo'ldik. Yana birisi anddan keyin not deymiz. Buni ma'no ifodalaymiz. Endi sizlarga savol shu. Qanday sanlar miyaga bir deb boqaylik, integer yosh deb boqaylik. Qarang, yoshqa nima deydi? 10 qanchada yozaylik? Agar 10 yosh deydi. Qaranglar. Savol shu. Agar shu yosh 7 yoshdan cho'ng, 12 yoshdan kichik bo'lsa, biz buni nima deylik? O'smir bola deylik. Qaranglar, ikki tane shart bor bu yerda. Qanday yozamiz? Qaranglar, Uyg'urcha zamiyaga agar yosh deb tushunaman, qaranglar. Qaranglar, nima deydi? 8 dan cho'ng va 12 dan kichik bo'lsa, nima deymiz? O'smir. Qaranglar, o'smir deb yozaylik. Buni qanday yozamiz? Mana o'smir deb yozaylik. Qaranglar, nima bu yerda va degan gap bor. Voy, qo'ymaylar. Biz ham zukan ham o'tib bo'lganligi uchun baxtsiz o'tadi, qisqalik ham tugdi-ya. Mana qarab boqaylik, mana if deymiz bu qitim yana. If maybe cout is qo'ying ekran ko'rish uchun cout deymiz. Qo'sh selishtirma.
Buna İngilizce logic operator deydi. Logic. Muallim birine soruyalımdım. Ya bir bunu sormay turman tüyüzdü. Bunu mektik barıda. Qaranglar deyli. Eğer if qaranglar yaş 10'dan çoğ bolsa yaxşı. Raqam deymiz 8'in çoğ bolsa ne deymiz? 8'din çoğ bolsa yana bir şartımız var. 12'den küçük boş gerek. Bunu bana yazdık. Işletimiz ben işletimiz. Bunda bolsa qaranglar neymiş işletimiz? Yaş. Buna. Yaş. Yaş. Qandaymiz? Kichik 12 ana mana ikkita shart bor bu yerda mana. 1 12dan kichik, 1 yaş 8dan cho'ng. Ma ikkisini o'xshash bo'lsa, ikkisi aynı vaqt bo'lishi kerak. Bunday emas. Masalan, pardon, kechiringlar. See out. Evet, bu bala o'smir ekan deymiz mana. Ekan deb en yazayli. Deb randa baqayli. Oy, qana ekranda ha mana bu bala o'smir ekan deb yozdik. Endi men yoshni o'zgartirib baqayli. Yoshni masalan 5 yoshda 5 yoshlik bala. Randa baqayli. Hiçbir nasıl yazmaydı mı? Nimishqa? Çünkü şartlar Çünkü bu yaşlarda emas. bir numar olan çok. Yaşlarda emas muallim. Voy, barkal to'g'ri dedinglar. Albatta, bu bo'ldi. Chunki mana 8dan qaychi desanglar 8dan cho'ng emas. Mana negativ bo'lganligi uchun nima bo'ldi? Mana va isharati ishlamaydi. Bevositalik nima ketadi? False. Shunga mana miya kirolmaymiz. Mana ant ishlatgan vaqtinglarda ma natija va yoki ma natija xato yoki false bo'lib qolsa miya kirmaydi. Unda bo'lsa menda biz qo'ylar see out deymiz. Bu bala o'smir emas. Bu bala mana o'smir emas deymiz /n. Ham sinaq qilib deylik. Amsa endi qancha qilib boqaylik? 13 qilib boqaylik. 13 12dan cho'ng-ku. Yana ranq qilib boqaylik. Çıkmaydı. Yana o'smir emas deb chiqdi. Qarang, men siyotni qo'shib qo'ydim mana shart. If else deb yozib qo'ydim, yana bo'lmadi. Mana bu kimning isharati do'stlar? O'quvchi bolalar qarasangiz qildirim. Mana hammasi qanday ishlatgan bo'ldik. Yana oxirqatan yana birini sinab o'taylik, o'rni ko'raylik, uniki darsimizni tugatamiz. Nima deymiz desanglar, mana men komment yozamayga. Oxirgi 2 minutinglar. Mana deymiz, agar yosh deyli 0 dan kichik. Qaranglar, 0 dan kichik yoki qaranglar. Yaş 0'dan kichik bo'lmaydi-ku, shunaqa-ku. Yoki qancha 100 dan cho'ng bo'lsa. 100 dan cho'ng bo'lsa deymiz. Cho'ng bo'lsa inovatsiz deymiz. Cho'ng bo'lsa deymiz, inovatsiz deb yozaylik. Inovatsiz deb yozaylik. Qanday? Albatta, yosh 0'dan kichik bo'lmaydi-ku. 100 dan cho'ng az bo'ldi demdi. Biz mushuni sinab boqaylik. O'xshash yozamiz endi, qaranglar mana. If qaranglar mana. Deymiz yaş mana cho'ng kimdir 100'dir. Çoğun bu. Yoki deymiz. Qaranglar, marketin yoki deganga bir pipe. Ikkitan pipe. Yoki yosh kichik kimdir? 0'dir. Bo'lsa deb yozamiz. Inovatsiz deymiz. Mana. Qaranglar, sistem see out deymiz, inovatsiz deyli. Bu yosh inovatsiz. Else deyli, agar o'sha to'g'ri emas bo'lsa, miyat deganga nima deymiz? See out. Bu yosh to'g'ri raqam kirdingiz deyli. To'g'ri yosh kirdingiz deyli. /n yozdik. Mana tik yozdik. Endi men yoshni o'zgartirib boqaylik. Buyog'ini o'zgarsak bo'ldi. Yoshga qana qanchani biraylik? 55 yozib boqaylik. Natija qanday chiqadi? Natija Malum bir şeyini yazışım kaldım. to'g'ri yosh. Qaranglar mana, ko'rsizlar. To'g'ri yosh kirdingiz chiqdi. Nimishqa? Chunki 55 100 dan cho'ngmi? Yo'q. Yo'q. 0'dan yo'q. To'g'ri. Endi qaranglar, yoshga -5 yosh kirib boqaylik. 4
Qaranglar, inovatsiz deyapti. Voy, bo'lmadi. Unda bo'lsa, qana 100 dan cho'ng san kelib boqayli. Mesela 101 yaşta bakaylı. Yana ko'ringlarmi? Inovatsiz deb. Inovatsiz bo'ladi bu. Mana biz o'rnimizda ishlatamiz. Not faqat inovatlik, inovatsizni inovatsiz yapadi. Not ishoratini buni sizlar kelgusini qayta ko'rib qo'ysizlar buni. Menimcha bir şey to'xtatsak. Bitta men ko'rsatib bitta not buni ko'ngilda qolmasin ajab o'tib ketdi deb see out men snap o'taylar not ne sinayli men sinayli andan keyin darsimizni tugataylik demak talon Vali musobaqa bo'lamdi. Ha? Musobaqa bo'lamdi. Musobaqa bo'ladi 1 minut. Mana qarang integer x deylik qaranglar. Integer x ga 2 deylik. Qaranglar integer y deylik. Buningga 4 deylik. Qaranglar, bu yomon qiziqarli hisob. Mana buni men ikkisini solishtirman. Qaranglar. 4 mana men solishtiraylik. Nima ish qilmayman desanglar, men tirnoqning ichida men ikkisini solishtirman. Ko'ramizlar? Qaranglar deylik. X qaranglar x nima kichik qancha y deydi. Desak bu yerda nima ko'ramiz bu yerda? 1 mi 0 mi? Qaranglar x y dan kichik-ku. Unda bo'lgandan biz yerda 1 ko'rishimiz kerak. Qaranglar mana 1 ko'rdik. Endi biz buni oldiga mana notni qo'shib qo'yaylik. Qaranglar. Bu nima gap? Endi 1 dan 0 ga cho'rvatgan gap. Qaranglar mana. Qaranglar mana endi 0 ga o'zgardi mana. Bu nima gap? Mana teatrni ol degan gap. Xalsanglar yana bir nima qo'yaylik. Qani 2 dan qilsak nima chiqadi? Qaranglar, yana 1 chiqqan bo'ldi. Mana to'g'ri bo'lsa xato bo'lsa to'g'ri, shundaq izchil davomlashadi. Menga bergan vaqtdan yana 5 minut o'tib ketdim. Rozi bo'linglar. Endi sizlarga darslarni musobaqalar davomlashtirishni sinab qo'ylar. Men bu yerda to'xtab qolay. Ma'qul ma'lum, rahmat. Hamma salomat bo'linglar. Kelayotgan Ramazon Ma'qul muborak bo'lsin. Hammalarga salomatlik tilayman. Rahmat. Well, you can stop recording. Muborak bo'lsin. Yes, you can stop recording this Zoom.